Endi noto'g'ri tushunmaysizlar degan umiddaman. Farqini aytaman xolos. Mana bunaqangi plastmassa shestronkalar qo'yiladi chag'dashga. Bizda sharoitdagi go'shtlarga bu narsa bardosh bera olmaydi. Garantiya bermayapti. Chunki bu holat ko'p uchrab turibdi. Bunda esa u narsalar yo'q. Oddiy vyuklechatelь, bitta vyuklechatelь turibdi. Buni juda ko'pchilik nerjaveka deb o'ylar ekan. Bu nerjaveka emas. Xitoy akalarimiz ham yaxshi misrovka chiqarib qo'ydi. Bu bugungi kunda yaxshi. Narsa bunda ham xuddi shunaqa shestronka bor. Xitoynikida ham, Turkiyanikida ikkalasida ham chiqmaydi akalar. Akalar unga zapchast bermaydi Xitoy. Shu validan setka pichog'igacha nerjaveka bo'ladi u. Ko'pchilik so'raydi-da, farqi nima deydi? Farqi nima deydi? Ko'rinishi bir xil-ku deydi, farqi nima deydi? Mana bunaqangi yuppagina bo'ladi. Ko'rinishi ham aytib turibman. Nerjavekada bu. Bu oddiy xrom va metal og'irligida ham farqi bor, lekin bu nerjaveka bu. Mana ichi buniki zanglab turibdi. Buniki oppoq bo'lib turibdi. Assalomu alaykum qassob akalar, restoran, kafe, oshxonasi bor akalar. Bugun sizlar bilan Xitoy Turkiya misrovkalarini ipidan ignasigacha bo'lgan joyini gaplashib o'tamiz. Misrovkalar birinchi bo'lib Yevropa mamlakati Germaniyada nemislar tomonidan ishlab chiqarilgan. Bu sanoat misrovkalari hozir dunyoda 30 dan ziyod mamlakatlarda ishlab kelinmoqda. Bugun Estret do'konimizda Turkiyaning 5 dan ortiq, Xitoyda ham bir 5-10 ga ortiq fermalari, misrovkalarini topishingiz mumkin. Bugun qisqacha sizlar bilan xadovoy, ya'ni ko'p sotiladigan misrovkalarni obzor qilib o'tamiz. HNC fermasi bilan biz 5 yildan beri rasmiy dilerimiz, O'zbekistondagi HNC fermasining yagona dileri hisoblanamiz. Bugun misrovkalarimizda eng xadovoy razmerlari 22 talik, 32 talik, Xitoy misrovkalarimizda ham xuddi shunaqa 20-32 talik misrovkalarimiz mana shu qiymat chiqaradigan qassoblar o'rtasida, oshxonalar o'rtasida eng xadovoy razmerlar deb aytsak ham bo'ladi. Misrovkalari to'liq ma'lumotini mutaxassisimiz Diyorbek akamiz sizlarga tushuntirib o'tadi. Chunki servis sohasi bo'yicha Assalomu alaykum hurmatli Estret muxbirlari. Servis sohasi bo'yicha 5 yildan ortiq tajribalari bor. Bugun sizlarga misrovkani to'liq ichi qanaqa, tashqi ko'rinishi qanaqa, reduktor, motori to'liq obzorini qilib beradilar. Assalomu alaykum hurmatli Estret kuzatuvchilari. Mana bugun obzorimizda shu misrovkalarimizni obzor qilib o'tamiz. Boya do'stimiz ham aytib o'tdi. Mana Xitoy misrovkamiz, chag'dash bor, xiniji bor. Bundan tashqari bosfor ham bor. Hozir kunda bularni qisqacha obzor qilib beraman sizlarga. O'zim o'sha 5 yillik tajribamdan kelib chiqib aytmoqchimanki, qanday misrovka, qanday turdagi misrovkalar o'sha servisimizga ko'p murojaat qiladi, qanday kasallik bo'yicha, o'sha qanday bir nosozlik bo'yicha. Bu narsalarni ham aytib o'taman. Mana misrovkalarimiz xiniji, chag'dash, Xitoy misrovkalarimiz mana Xitoyni qo'yib turaylik. Xitoyni keyin muhokama qilamiz, uni obzor qilib beraman o'zim. Mana chag'dash misrovkamiz, unisi xiniji. Ikkalasining farqi. Endi noto'g'ri tushunmaysizlar degan umiddaman. Farqini aytaman xolos. Farqi shundaki, original mis odmotkali germanskiy motor qo'yilgan Turkiya Zuborka. Zuborka Turkiya. Bunda Xitoy motor turibdi. Buniki ham Zuborkasi Turkiya endi, lekin Xitoy motor, Xitoyning motori qo'yilgan. Keyin buni ko'p aytaman. Juda ham ko'p aytaman. Shu narsaga o'yeraman o'zim. Chunki ochib ham ko'rganman, nimasini ham ko'rganman. Reduktor qismi bo'ladi. Reduktor qismi xinijida metallический bo'ladi. Metallический shestronka bo'ladi. Bu uskunamizni ko'p vaqt xizmat qilib berishini, ko'p vaqt xizmat qilishini ta'minlab beradigan narsa bu. Sifatda endi shunaqa sifatda chiqadi u xiniji. Misol men buni xinijini yaxshilamoqchi, yomonlamoqchi emasman. Chag'dashni ham sotamiz o'zimiz. Chag'dashni ham aytib o'taman. Mana uni yashirishni ham hojati yo'q. Buni ko'pchilik biladi. Mana bunaqangi plastmassa shestronkalar qo'yiladi chag'dashga. Bu nima uchun qo'yiladi? Chunki Turkiyada go'shtlar yog'i, keraksiz joylari tozalanib tashlanib, keyin lahm qora go'shtni o'tkazadi ular. Bu go'shtga misrovka qiynalmaydi. O'tkazib yuboradi. Buni qo'yilishining asl sababi predoxrinatel vazifasini bajaradi bu narsa o'zi aslida. Reduktor jonsiz bo'lgandan keyin qolgan qismiga ziyon yetkazmaslik uchun bu narsa qo'yiladi. Lekin buni asosiy og'irlik tushadigan joyga chag'dashga qo'yilgan.
Bu ham ovozni ushlaydi, ovoz chiqarmaydi, ortiqcha ovoz chiqarmaydi. O'shaning uchun bu narsa qo'yilgan turklar tarafidan. Bizda sharoitdagi go'shtlarga bu narsa bardosh bera olmaydi. Uni ko'pchilik biladi, o'zi go'sht chiqaradigan odamlar. Buni keyin garantiyasiga taqalamiz. Hozir shu joyda aytib o'tganim yaxshi demoqchiman. Garantiyasiga zavodi garantiya bermayapti Chag'dash. Zavodi garantiya bermayapti. O'sha O'zbekiston sharoitidagi go'shtlarni qiymalash, nimadan misrovkadan o'tkaziladigan go'shtlarni nimasiga o'sha garantiya bermayapti. Chunki bu holat ko'p uchrab turibdi. Chag'dashga garantiya bermayapti. Buni ham ko'p ishlatadigan odamlar bor, akalar bor, o'sha sotadigan akalar, o'zimiz ham sotamiz. Misol, bu ham yomon narsa emas. Nima bo'lib qolmasin, bu ham yomon narsa emas. Bu ham yaxshi misrovka. Prosta demoqchiman, aytmoqchiman, mana farqi reduktor qismini aytib o'tdim, motor qismini aytib o'tdim. Endi qarang, xavfsizlik nuqtai nazaridan bunda stop knopka bor. Stopni bosasiz hech qanaqa ishlamaydi misrovka. Stopni qo'yib yuborsangiz yana yonadi, fazani ko'rsatadi. Magnitopuskatel bor. Magnitopuskatel motor zashti qiladi u. Tok o'ynaganda, bitta ikkita tok faza bo'lmaganda o'zini o'zi o'chirib tashlaydi bu. Bunda esa u narsalar yo'q. Oddiy выключатель, bitta выключатель turibdi. Kabellarda farqi bor. Keyin ustidagi korpus nerjavekalarida farqi bor. Bu garlavenasida ham ancha farqi bor. Garlavenasida ham ancha farqi bor. Buni aytib o'taman, buni juda ko'pchilik nerjaveka deb o'ylar ekan. Bu nerjaveka emas. Bu metal bilan chugunni aralashmasi. Metal bilan chugunni aralashmasi. Chugun nima uchun ishlatiladi bunga? O'sha metalda qiyshaysh xususiyati bor. Chugunda esa u narsa yo'q. O'sha narsa bo'lmaganligi uchun chugun bunga qo'shiladi. Sabab o'sha razmeri qochmasligi uchun, qiyshaymasligi uchun chugun qo'shiladi. Chugunni foizi Chag'dash misrovkamizda ko'proq. Xinjida metalli foizi ko'proq. O'shani hisobiga yorilib ketish, trashina berish, sinib ketish holatlari deyarli uchramaydi xinjida. Chag'dashda esa hozirgi kunda uchrab turibdi. Obzorimiz, qisqacha obzorimiz o'sha turklarning misrovkasini aytib bo'ldim. Endi mana Xitoy qarindoshlarimizning misrovkasini aytamiz. Xitoy akalarimiz ham yaxshi misrovka chiqarib qo'ydi. Bu bugungi kunda yaxshi. Ko'p joyda yaxshi sotilyapti ham, o'sha yaxshi ishlab ham beryapti, sifati ham yaxshi. Bu ham yomon narsa emas. Endi bularga nisbatan deylik, soatiga 650 kg, 700 kg go'sht chiqaradi bular. 32 talik Turkiyaning misrovkalari, aboroti katta. Bu ham. Bu endi 32 talik bo'lsin, xoh 22 talik bo'lsin, 32 talikni aytaman. Soatiga bularchalik ko'p go'sht chiqara olmaydi. Sabab aboroti pastroq. Bularga nisbatan jonsizroq. Lekin kichkina qassoblar, kichkina qassobxonalar, o'shanaqa joylarga, kichkina bir kafelarga qo'yib ishlatsa bo'ladi, bemalol. Muzlagan go'shtga sal silavroq bo'ladi. Muzlagan go'sht o'zimizda boya ham aytdim, turklarning go'shtini, o'sha muzlagan go'sht ko'p chiqaradi o'zimizda. Hozir shu nimaga o'tib ketdik. Muzlagan go'shtga hozir bu ham o'sha boyagi shestronkasi tufayli ozroq nima qilib turibdi. Nima deydi? Uyaltiryapti degan maqsadda emas, ozroq shunaqa holatlar uchrab turibdi-da. Endi nosozlik holatlari bartaraf qilamiz, uni muammosi yo'q. Uni ham, buni ham hammasini. O'sha narsa bunda ham xuddi shunaqa shestronka bor. Xitoynikida ham. Motori misadmodga bo'ladi. Motori yaxshi chiqyapti hozir. Shu kunda, shu kecha kunduzda motori yaxshi chiqyapti, yomon emas. Xullas kalom, Xitoydagi shu. Xitoynikining komplektlatish pichog'i, bunaqa varankalari chiqadi o'sha xasp uchun. Turkiyanikida ikkalasida ham chiqmaydi akalar. Buni ko'pchilik ichidan chiqadi, yo'q, bu yoq deydi. Yo'q, ikkalasini ham komplektdan chiqmaydi. Biz shu narsani aytib o'tamiz, shu narsani qilmoqchimizki, o'sha xinijini ofitsialniy dileri bo'lganimiz uchun o'sha xinijiga o'sha bizdan misrovka xarid qilsangiz, o'sha bir komplekt setka pichog'ini qo'shib beramiz. Lekin Chag'dashda yo'q. Garantiya borasi, garantiya nimasiga kelsak, Xitoynikiga aka garantiya 1 oy. Chag'dashga garantiya yo'q. Qo'ya aytdim, zavod garantiya bermayapti dedim, Chag'dashga garantiya yo'q.
xinijiga aka 1 yil garantiya bor. O'sha 1 yil mobaynida deylik, xo'p mayli o'sha temasdan aytaman. Reduktor qismini aytib o'taman. Deylik yog' qo'yib yuborsa, qanaqadir bir salniga urib yuborsa yokida bir qanaqadir shestronkasi sinib ketsa yo boshqa bo'lsa aka, muammo yo'q. Tuzatib beramiz, qilib beramiz bu narsani. Keyin zapchas borasiga kelsak aka, Xitoydagi ham misol aytdim, yaxshi misrovka dedim. Zo'r misrovka dedim. Xitoyda faqat shu narsasi bo'lmaydi, o'zimiz sharoitda akalar unga zapchas bermaydi Xitoy. Zapchas bermaydi, zapchas topish qiyin. Bordir, u joyda bordir. O'sha olib kiradigan nimalar bor, akalar bor. Zapchasi o'shani ularda bordir misolda, lekin hozir yo'q. Ko'p joydan topmaysiz uni. Chaqdashlik ham shunday. Zapchasi bor, yo'q emas, lekin hammasi ham emas-da. O'sha shestronkasini topasiz. Endi u ko'p kasal ko'p o'sha shestronkasiga bog'liq bo'lgani uchun shestronkasi muammo emas, topiladi u. Qolgan zapchaslar misol garlavinasi deylik, shinik bu narsasi ham ular ham bor qisman, ko'p emas. Topish sal nimaroq. Topsa bo'ladi. Bu bemalol. Xiniziniki bo'ladigan bo'lsa aka, hamma zapchasi bor. Motori, salnigi, hamma zapchaslari bor. Endi buni o'sha ehtiyoj sharoitdan kelib chiqib olib qo'yganmiz. Turibdi mana zapchaslari aka. Mana oddiy o'sha выключательni ko'rsatib o'taman sizlarga. Bu germanskiy выключатель. Mana xiniji logotip ostida. Germanskiy ishlash muddati, ishlash soati o'sha nimasi uzoqroq. Mana bunga nisbatan, bundagiga nisbatan. Bu ham yomon emas, bu ham zo'r ishlab qo'yadi. Endi buni ham maqtay olmayman. Misol, endi deylik tokda muammo bo'lib tursa, qanaqadir nimalardir bo'lib tursa, tokda amperlar o'ynaydi, ko'tariladi, tushadi. Unda ham men bunga misol garantiya deya olmayman. Endi faqat men shuni bilamanki, o'zim sharoitimdan kelib chiqib aytaman, tajribamdan kelib chiqib aytaman. Bu narsa yaxshi narsa-da, chunki ichini ochganman, boshqa qilganman, tuzatganman. Bunga nisbatan bu narsani yana qayta ishlatsa bo'ladi yomon. Xullas shunaqa hamma zapchaslari, nimalari bor akalar. Men hozir buni ikkalasini bir-biriga taqqoslab, nima qilib aytdim. Buni noto'g'ri tushunmaysizlar degan umiddaman. Negativlar bo'lmasin akalar. Misol bu chaqdash misrovkani o'zimiz ham sotamiz, bizdan bo'lak ham sotadi misol. Yo, endi aytdim-da, u noto'g'ri tushunmaysizlar. Xiniji ham xuddi shunday akalar. Endi buni faqat bu modellar emas bizda. O'zini o'sha sovutadigan, garravinasi sovutadigan modellari bor. Keyin o'sha nerjavika dedim boya, chisti nerjavikali modellari ham bor. O'sha validan setka pichog'igacha nerjavika bo'ladi u. Uni ham ko'rsatib o'tamiz video davomida. Bu videoni qilishimizdan maqsad, obzorni qilishimizdan maqsad akalar, ko'pchilik so'raydi-da, farqi nima deydi? Farqi nima deydi? Ko'rinishi bir xil-ku deydi, farqi nima deydi? O'sha farqini nimasini yoritib berish uchun oldik bu narsani. Hozir o'sha nerjavikalik modelni ham ko'rsatamiz. Hozir bularni bir ichki ko'rinishini ko'rsatdimmi yo yo'qmi? Shuni o'ylanib turibman. Mayli sizlar uchun bir ko'rsatay ichini. Mana akalar, o'sha boya ham aytdim. Deyarli bir xilda o'zi aytadi, farqi nima deydi-da, o'sha farqini aytdim akalar. Mana bu chaqdash misrovkamizning val shinik qismi. Mana bu xiniji misrovkamizning val shinik qismi. Xullas shu tarzda akalar, men Xitoydan bitta ko'rsatay. Bu mana nerjavika lekin. Xitoydagi nerjavika. Setka pichog'i ham, shinigi ham, garlavinasi ham nerjavika. Lekin topish qiyin. Zapchasi yo'q buni. Lekin o'zi sifatli yaxshi misrovkacha. Kichkina оборот, kichkina joylar, o'sha kunlik kamroq go'sht chiqaradiganlar, o'sha muzlamagan, o'sha lahm go'sht chiqaradigan joylarga bemalol tavsiya qila olaman. Akalar, mana nerjavikalik modelni ham aytib o'tamiz. Bu garlavina qismi aka, полностью nerjavika. Nerjavika o'sha go'shtni hidlanishiga, qorayishiga nima qilmaydi, olib kelmaydi. Bu narsa sifatli narsa. Inson iste'mol uchun ham juda yaxshi narsa. Buni katta mashina degan desang shubsiz.
Setka pichog'i ham, даже mana setka pichog'i ham nержавейка. Nержавейка setka pichoq. Garlavina ham nержавейка. Bu bilak uzugi ham nержавейка. Bu val ham nержавейка. Bu tekis mana boya ularni o'sha bundan oldingi aytib o'tgan misrovkalarimda vallarini ko'rdilaringiz. Unaqa emas. Tekis mana bu nержавейка bu. Nержавейка. Ichki qismi o'sha boya aytib o'tgan xinijiy misrovkamiz bilan bir xil. Motorlarda ozroq kuchaytirilish bo'ladi ularda, lekin qolgan nimasi bir xil. Faqat nержавейка hisoblanadi bular. Nержавейка iste'mol uchun nima uchun juda yaxshi. Tavsiya qilaman. Keyin o'sha nержавейка misrovkamizda nержавейкalik холодильниклisi bor. Bu nержавейкalik холодильниклик misrovka garlavina qismi soviydi. Soviganligini hisobiga o'sha ichida qoladigan garlavinaga yopishib, o'sha nimada qoladigan go'sht aynimasdan, buzilmasdan turishini ta'minlab beradi bu narsa. Bu nima? Qanday ta'minlab beradi? Misol deylik, 6 soatda bir yo bo'lmasam 8-10 soatda bir go'sht chiqarishga to'g'ri keladigan bir holatlar bo'lsa, uni ochib, tozalab, yoz kunida yuvib, tozalab vaqtingiz ketadi. Keyin o'sha ichiga deylik 50-70 gram shu atrofda go'sht qoladi. Uni olib chiqib, stop musorga tashlamaysiz. O'sha narsani ekonomika jihatdan ham, keyin yana aytib o'tyapman, o'sha vaqtga nimaga juda nimasi bor, ta'siri bor bu narsani. Endi yaxshi narsa degan maqsadda tavsiya qilaman bu narsani ham. Bu ham nержавейка. Bu ham nержавейка. Ichib oldim bilak uzugini. Mana nержавейканiki aka, mana bunaqangi yupqagina bo'ladi. Ko'rinishi ham aytib turibdi mana. Nержавейкada bu. Bu oddiy xrom va metal og'irligida ham farqi bor, lekin bu nержавейка bu. Mana ichi buniki zanglab turibdi. Buniki ona oppoq bo'lib turibdi. Xullas akalar, kuzatuvchilar, sizlarga yetarlicha ma'lumot, obzor qilib bera oldim degan umiddaman. Endi buni nimasiga keladigan bo'lsak, xaridiga, savdosiga keladigan bo'lsak akalar, O'zbekiston bo'ylab har qanday hududga yetkazib bera olamiz. Uyda turib ham misol telefon orqali bizdan bu narsalarni xarid qilishingiz mumkin, do'konimizga kelib xarid qilishingiz mumkin. Agar shunday turdagi misrovkalar kerak bo'ladigan bo'lsa akalar, mana quyidagi raqamlarga murojaat qilib, bemalol gaplashib, ko'rib, bilib, savdosini qilib, bemalol xarid qilishingiz mumkin. Do'konga kelsangiz aka, boshqa turdagi misrovkalar ham bor. O'zlaringiz ko'rib, ishonch hosil qilib, keyin bundan o'sha hozirgi berib o'tgan ma'lumotlarimdan yana o'sha ma'lumotlarni o'zimdan olib akalar yoki bo'lmasam sheriklardan, do'stlardan olib turib, bemalol o'sha misrovkalarimizni xarid qilib ketishingiz mumkin. Bundan tashqari servis xizmatimiz ham bor. Boshqa turdagi misrovkalar bo'ladimi, Turkiyaning misrovkalari bo'ladimi? Olib kelsalaringiz, ishlaringizni chiroyli darajada bitirib berishga harakat qilamiz. Biz bilan qoling. Esret sifat servis kafolat.